Men 5 so'mlikman. Vaqtida meni hozirgi kunda 30 ga kirgan bolalar jevachka, kompit va qurt olish uchun rosta ishlatishgan. Hozir esa hech kimman. Men 10 so'mlikman. Men ham asosan 5 so'mlikning ishlariga o'xshash ishlar uchun ishlatilganman. Boshqa gapim yo'q sizlarga. Men esa 25 so'mlikman. O'sha paytlarda boyroq bolalarning eng mayda pullaridan bo'lganman. Hozir boy tugul, yosh bola ham mensimaydi. Men esa 50 so'mman. Ramazonchilarga eng ko'p beriladigan pullardan bo'lganman. Peshanamga ahamiyat bermanglar. Bu bozorchilarning ishi. Men 100 so'mlikman. Meni ko'pchilik yaxshi tanishadi. Chunki obed vaqtida 100 so'mga yopgan non olib, ichiga markavcha soldirib yemagan odam bo'lmasa kerak. Men 200 so'mlikman. Meni evazimga paytida 2-3 ta buxanka non berishgan. Hozir esa pul o'rnida ko'rishmaydi. Men esa 500 so'mlikman. Dizayn jihatdan hammasiga dam berganman. Xullas, sallaga emas. Men esa 1000 so'mlikman. Maqtanchiq boyvachchalarning orqa cho'ntagidagi maqtanish vositasi bo'lganman. Ezilib ketganimning asosiy sababi o'shalar. Hozir esa meni ziddachiga qidirib qolishadi. Yoshlikni eslatib, ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Jigar